Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan O'zbekiston Respublikasining Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonunini ko'rib chiqamiz. Ushbu qonun maktabgacha ta'lim sohasida tahsil olayotgan, faoliyat yuritayotgan barcha talabalar, xodimlar uchun muhim bo'lib hisoblanadi. Sababi bu bizdagi eng asosiy hujjatlardan biri. Demak, ushbu Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 22 oktyabrda qabul qilingan, Senat tomonidan esa 2019-yil 14 dekabrda ma'qullangan bo'lib hisoblanadi. Birinchi bob umumiy qoidalar. Birinchi modda esa ushbu qonunning maqsadi. Qonunning maqsadi nima ekan? Maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasidagi munosabatlarni tartibga solish bo'lib hisoblanadi. Demak, munosabatlarni tartibga solish bu qonunning maqsadi ekan. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonunchilik 2-moddani tashkil qiladi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonunchilik ushbu qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida nazarda tutilgan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi deb qo'ydi. Xo'p. 3-modda asosiy tushunchalar. Asosiy tushunchalarni biz yodlab olishimiz kerak. Ushbu tushunchalardan attestatsiyada ham juda ko'p savollar tushgan va bundan keyin ham tushish ehtimoli yuqori. Alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalar. Bunda nogironligi bo'lganidan yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar oila, pedagoglar, mutaxassislar, jamiyat va davlatning alohida e'tiboriga muhtoj bo'lgan individual ehtiyojlarga ega bolalar tushunilarkan. Demak, bu yerda eslab qolish uchun alohida ta'lim olish ehtiyoji individual ehtiyojlarga ega bolalar deb eslab olsak bo'ladi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti. Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti davlat tomonidan moliyalashtiriladigan va boshqariladigan hamda maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartiga muvofiq ta'lim-tarbiya xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilot. Demak, davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti davlat tomonidan moliyalashtiriladi, boshqariladi hamda davlat standartiga muvofiq maktabgacha ta'lim va tarbiya xizmatlarini ko'rsatadigan tashkilot ekan. Inklyuziv ta'lim va tarbiya. Bolalarning alohida ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojlarini hamda individual imkoniyatlarni hisobga olgan holda ta'lim va tarbiya olishi uchun teng imkoniyatlarni ta'minlaydigan jarayon. Demak, bunda inklyuziv ta'lim o'zi bolalarning nogironligi, rivojlanish darajasi, ijtimoiy holatidan qat'iy nazar teng huquqda ta'lim olishi bo'lib hisoblanadi. Ushbu jarayonni inklyuziv ta'lim va tarbiya deyilgan. Maktabgacha bo'lgan yosh bolalarning tug'ilganidan 7 yoshgacha toki ularga umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida ta'lim berish boshlangan paytga qadar bo'lgan yoshi maktabgacha bo'lgan yosh bo'lib hisoblanadi. Demak, bizda bog'chalarda, davlat bog'chalarida 3 yoshdan qabul qilinadi. Lekin xususiy, oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bu undan kichik yoshda tashkil qilishi mumkin. Shuning uchun biz buni tug'ilgan paytidan toki 7 yoshgacha deb olishimiz kerak ekan. Maktabgacha ta'lim va tarbiya bolalarga ta'lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma'naviy, axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek, bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'lim turi bo'lib hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya davlat standarti. Ta'lim-tarbiya jarayonining hajmiga, mazmuniga, sifatiga
maktabgacha ta'lim tashkilotini qurish, jihozlash, shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lom ovqatlanishini, xavfsizligini tashkil etishga doir majburiy talablar majmui. Demak, majburiy talablarga nima kirarkan? Maktabgacha ta'lim va tarbiya davlat standartida, demak, ta'lim-tarbiya jarayonining hajmi, mazmuni, sifati, tashkilotni qurish, jihozlash, shuningdek bolalarning sog'lom ovqatlanishi va xavfsizligi hamda shularga o'xshash majburiy talablar majmui bo'lib hisoblanarkan. Demak, maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat ta'lim dasturi. Davlat ta'lim dasturiga bola tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan asosiy bilimlarning, mahorat va ko'nikmalarning hajmini hamda mazmunini belgilovchi, shuningdek, ta'lim va tarbiya mazmunining o'ziga xosligini, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflovchi hujjat bo'lib hisoblanarkan. Demak, ta'lim dasturiga ko'proq bolalardagi bilimlar, mahorat, ko'nikmalarga, mazmun, shularning mazmuniga hamda uning o'ziga xosligi, jarayonni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflab beruvchi hujjat ekan. Maktabgacha ta'lim tashkiloti. Maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasida ta'lim va tarbiya xizmatlarini ko'rsatuvchi davlat va nodavlat tashkilot bo'lib hisoblanadi. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish sohasidagi faoliyatni amalga oshirishga doir litsenziya asosida maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasida ta'lim va tarbiya xizmatlarini ko'rsatuvchi yuridik shaxs. Demak, eslab qolamiz, litsenziya asosida xizmat ko'rsatadigan yuridik shaxs ekan. Pedagogning kasbiy standarti. Pedagogning kasbiy standarti maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogining shaxsiy kasbiy sifatlariga nimalar kiradi? Bilimlariga, mahorati va ko'nikmalariga doir asosiy talablar majmui. Demak, shaxsiy kasbiy sifatlari, bilimlari, mahorati va ko'nikmalariga doir asosiy talablar majmui kasbiy standart bo'lib hisoblanarkan. Ta'lim va tarbiyaning muqobil shakli. Maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimidagi innovatsion ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etish modeli bo'lib hisoblanar ekan. Demak, innovatsion ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etish modeli. 4-modda maktabgacha ta'lim va tarbiyaning asosiy prinsiplari. Bunga maktabgacha ta'lim va tarbiyaning asosiy prinsiplariga quyidagilar kiradi. Har bir bola uchun maktabgacha ta'lim va tarbiya olish imkoniyatlarining mavjudligi. Birinchisi, har bir bolaning iste'dod nishonalarini, ishtiyoqlari, qobiliyatlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarning tengligi. Uchinchisi, maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalarga ta'lim, tarbiya berish va ularni sog'lomlashtirishning oila hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyaviy ta'sirining birligi. Demak, bu yerda oila bilan hamkorlik nazarda tutilyapti. 4-si, maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalarga ta'lim, tarbiya berishning uyg'unligi. 5-si, bolaning shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan shaxsiy yondashuv. 6-si, maktabgacha va umumiy o'rta ta'limning izchilligi hamda uzluksizligi. Keyingisi, ta'lim va tarbiyaning demokratik hamda dunyoviy xususiyatga egaligi. Navbatdagisi, ta'lim-tarbiya jarayonining shaffofligi va ochiqligi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya mazmuni,
darajasi